Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun 29 sentyabr 2025-yil Al-Bayroq Starix navli urug'imizdan ikkinchi takroriy ekinga ekkan edik biz. Mana bugun 29 sentyabr kuni hosilni yig'ish ishlarini olib boryapmiz. O'zingizlar ko'rib baho beringlar. Makka jo'xori. Iyun oyini boshida ekilgan bu hammasi. Takroriy ekish. Jo'xorini donga ham, silosga ham tavsiya beraman. Juda zo'r. Bo'ylari 3 metrdan baland, 3,5 metrga ham bemalol chiqadi. Mana o'zim bo'yim 1.80, mendan ham baland joylari ham bor, xudo xolasa. Ko'rishinglar mumkin jo'xorilarni.